Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun hammamizga qiziq bo'lgan mavzu o'tkir virusli gepatit, ya'ni xalqimizda sariq kasalligi nomi bilan mashhur bo'lgan virusli infeksion kasalligimiz haqida gaplashib o'tamiz. Bu o'tkir virusli gepatit kasalligimiz yoshga xos kasallik hisoblanadi. Ko'pincha kichik yoshdagi, ya'ni 3 va 5-7 yoshdagi bolalar orasida juda ko'p tarqaladi va mavsumiylik xos bo'ladi. Aynan faslimizning kuz va qish oylarida ko'plab kuzatiladi bunday kasalligimiz. Bu kasallikning asosiy qo'zg'atuvchisi virus, ya'ni gepatovirus. Aynan jigar hujayralariga va jigar a'zoyimizga ta'sir ko'rsatuvchi virus hisoblanadi. Bu virus organizmga ifloslangan qo'l, ifloslangan suv, ifloslangan oziq-ovqat orqali yuqadi va shundan kelib chiqib biz yuqish mexanizmini fekal-oral yuqish mexanizmi deb aytib o'tamiz. Bu virus organizmga tushgandan keyin o'zini inkubatsion davri, ya'ni yashirin davri bo'ladi. Bu 7 kundan 45 kungacha muddatda davom etadi. Bu muddat oralig'ida virus organizmda jigar hujayralari ichiga kiradi, ko'payadi va jigar hujayralarini parchalab yana qonga yoki to'qima suyuqliklariga ko'p miqdorda ajralib chiqa boshlaydi. Bu davrda esa bolalarda holsizlik, ishtahasizlik, ko'ngil aynishi, ichining bir marta ketishi, qusish, boshda og'riq, tana haroratining ko'tarilishi kabi belgilar kuzatiladi. Bu davr bolalarda sariqlik oldi davriga to'g'ri keladi. Sariqlik oldi davrida biz sariqlik belgilarini, ya'ni ko'zlarning sarg'ayishi, tillarining sarg'ayishi, axlatining oqarishi, siydigining to'qlash belgilarini ko'rmaymiz. Shuning uchun bu ko'plab pediatrlarimizni va ko'plab shifokorlarimizni chalg'ituvchi davri hisoblanadi. Undan tashqari o'tkir virusli gepatitimizni o'ziga xos bo'lgan klinik shakllari ham mavjud. Birinchisi grippsimon shakli. Bolada xuddi gripp kasalligi, ya'ni shamollash kasalligiga o'xshab boshlanadi. Burunlari oqadi, ko'zlari yoshlanadi, tana harorati ortadi. Hech qanday shifokor bu belgilar bilan o'tkir virusli gepatit, ya'ni sariq kasalligiga shubha qilmaydi. Ikkinchi klinik shakliga to'xtaladigan bo'lsak, dispeptik shakli. Bu shaklda bolada qusish, ich ketish, tana haroratining ortishi belgilari, qorinda og'riq kuzatiladi. Bu klinik shaklimiz haqiqiy gepatit kasalligiga xos, o'xshash. Uchinchi shakli esa astena vegetativ shakli, ya'ni bolalarda asabiylashish, uyqu buzilishlari, injiqlik, tajanglik belgilari kuzatiladi. Undan keyingi shakli esa artralgik shakl hisoblanadi. Bolalarda bo'g'imlarda og'riq, tana haroratining ko'tarilishi, ko'ngil aynish belgilari kuzatiladi. Agar bolalarda sarg'ayish belgilarini ko'rayotgan bo'lsak, darhol tekshiruvlarni o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Eng birinchi tekshiruvlarimizdan ferment analizlarini topshiramiz. ALT va AST fermentlarini tekshirishimiz birlamchi gepatit kasalligini tashxislash uchun qo'yayotgan qadamimiz hisoblanadi. Ularni aniqlaganimizdan so'ng esa bolani pediatr yoki infeksionist shifokorga yuboramiz. Ular esa o'z maslahatlari yoki davo choralarini bolalarda ko'rib boradi. Davolashga to'xtaladigan bo'lsak, o'tkir virusli gepatit, ya'ni sariq kasalligini maxsus davolash usuli yo'q. Simptomatik, ya'ni belgilarga ko'ra davolash o'tkaziladi. Ya'ni tana harorati ortsa tushiramiz. Ko'ngli aynayotgan bo'lsa, qusishga qarshi preparatlarni qo'llaymiz. Og'riq bo'layotgan bo'lsa, og'riq qoldiruvchilarni qo'llaymiz. Va ahamiyatli jihati parhezga e'tibor beriladi. Bolalar yoki o'tkir virusli gepatit bilan kasallangan bemorlarimiz yog'li, xamirli, og'ir ovqatlarni iste'mol qilmasligi kerak bo'ladi. Yengil, tez hazm bo'luvchi ovqatlardan va meva-sabzavotlarni ko'proq iste'mol qilishi, ko'p miqdorda suv ichishi talab qilinadi. Endi bu kasallikni qanday holatda yuqtirmasligimiz mumkin? Shu savolga to'xtaladigan bo'lsak, profilaktika deb ataymiz. Profilaktikamiz umumiy va xususiy profilaktikaga bo'linadi. Umumiy profilaktikaga biz oqova-suvoqlarni nazorat qilish, umumiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, bog'cha, maktablarni sanitariya qoidalarini doim nazorat qilib borish kiradi. Maxsus, ya'ni xususiy profilaktikasiga esa bolalarni o'tkir virusli gepatit A ga qarshi vaksinatsiya o'tkazish hisoblanadi.
bolalarni 2 yoshdan boshlab o'tkir virusli gepatitga qarshi emlash mumkin. Ushbu videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, layk bosishni unutmang va farzandi bor yaqinlaringizga ushbu videoni ulashib qo'ying.